أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hemen arkadaşlar bugün dersimiz kitabımızdaki 33. derse geldik. Dersimizni başlashdan ilgirki mazmunlarni qisqacha bir takrorlab o'taylik. Biz kitabımızdaki muqaddimasida nahviy to'g'riliq to'xtalib, nahviy deganimiz 3 xil so'z turkuminingki oxirining ahvollari va bularning birikkan holatida mu'rablik, mabnilik nuqtasidagi ahvollari. Qanday birikish ahvoli bilinadigan fanni biz nahviy deymiz deb, nahvining bog'lanish nuqtasini ikki tarafga bog'lagan. Birisi 3 xil so'z turkumiga, yana birisi jumlaga. Shu nuqtadan biz nahviningki umumiy temasini kalima va kalam deb ikkiga to'xtatib, gapni kalimadan boshlagan. Kitobimiz asosligi kalima haqida to'xtalgan. Arab tilidagi kalimani ma'no o'zining ma'nosini mustaqil ifodalayan maslik yoki ifodalashmi zamonga oid bo'lish yoki zamonga oid bo'lmaslik nuqtasidan ism, fe'l, harf deb uchga bo'lib, kitobimizning cho'ng nuqtadan birinchi qism ismning qismi, ikkinchi qism fe'l, uchinchi qism harf deb cho'ng uchga bo'lgandir. Buning ichidagi birinchi qism ismga kelgan vaqtimizda ismni cho'ng jihatdan ikkiga bo'ldik. Mu'rab va mabni. Mu'rab deganimiz boshqa so'zlar bilan jumlada birikib keladigan asli mabnilarning xarakteriga yoki ularning alohida xarakteriga o'xshamaydigan yoki ularning alohidligiga buningda tepilib qolmaydigan grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib, ya'ni omillarning o'zgarishiga ergashib, grammatikalik o'rinninki ifodasi ustida amaliy ko'rinadigan, ya'ni buning i'robining alomati qanaq turadigan, o'zgarib turadigan ismlarni ism mu'rab deb ta'rif qilgan. Aksicha holda uni mabni degandir. Endi mu'rabningki umumiy qismi, ya'ni cho'ng qismi grammatikalik o'rinning o'zgarishiga ergashib turib 3ga bo'lgandi. 3ga bo'lingandi, ya'ni marfuat ismlar, mansubat ismlar va majrurat ismlar deb. Marfuat ismlar 8 turga bo'lingandi, mansubat ismlar 12 turga bo'lingandi, majrurat ismlar 2 ga bo'lingandi. Biz har birisini tafsiliy o'qib, hozirga qadar oxirlashtirdik. Undan keyin mu'rab ismlarga ergashmish shaklda ergashib keladigan 5 turlik ismning gapini qildik, 5 turlik jumladagi ism bo'lakning ahvolini. Buni biz tavobi deb atadik. Shuni bilan ism mu'rabni oxirlashtirgandik. Undan keyin ism mabniga kelgan vaqtimizda ism mabnini 8 ga bo'lib, 8 ning ahvolini biz ilgirki darsda to'kitib, shundan keyin hamda kitobimizning birinchi qismi ism degan qismninki xotimasiga kelgan. Xotimasida oldin so'zda deb o'tganimizdek ismning mu'rab mabniligiga munosabatsiz, ammo ismni topiladigan bir qism ahvol, bir qism alohidlik xususiyatlarni so'zlaymiz deb, masalan, ilgirki darslarda ishkilik degan nima, ko'plik degan nima, son ismlari qanday ismlar, ma'rifa degan nima, nakira degan nima, muzakkar degan nima, muannas degan nima degandek masalalar to'xtalgan. Bugun shu mazmunning oxirisi, ya'ni jumladagi mu'rab mabniliklar munosabati yo'q. Ammo ismlarga munosabatlik, ism haqida bilmoqchi bo'lsa, bilib olishga tegishlik ba'zi bir qism mazmunlarning davomini so'zlaymiz. Bugungi darsimiz, ya'ni kitobimizningki 33-darsi xotimining 6-fasli al-masdar, ya'ni masdar haqida. Masdar amolan sarf deganimizda yoki dastlab til kitoblar o'rgangan vaqtda biz masdarni harakatnom deb tushuntiramiz. Ya'ni o'zi filning ma'nosi va ammo filning xususiyatlari topilmaydigan. Filning ma'nosiga ega, filning xususiyati topilmaydigan. Ya'ni odatda filning xususiyatini biz payini tushuntirgan vaqtimizda ish harakatni ifodalaydi. Shu ish harakatni ifodalagan ma'no shu ifodalagan ma'nosida bir zamonga tabe bo'ladi. Masalan, harakatni ya o'tgan zamonda turib ifodalaydi. Masalan, urdi, ketdi, qopdi, turdi degandek. Yoki hozirgi zamonda turib ifodalaydi, qilyotdi, aytyotdi, uryotdi, yeyotdi, o'qiyotdi, yezyotdi degandek. Yoki kelgusi zamonda ifodalaydi-ki, qiladi, aytadi, urdi, yeydi, ichidi degandek. Endi mushu qilish, itish ayadagi qildi, qiladi, qilyotdi degandagi o'tgan zaman de, duvatdu, lidu degan qo'shimchalarni olsak, qilish degan bir hukm qolib qoladi. Ya'ni qilmoq. Dal ashu masdar shu. Ya'ni bir fe'ldan, harakatdan
ish harakatdan o'tgan zamonliq yoki hozirgi zamonliq yoki kelgusi zamonliq xususiyatni olib tashlab o'tib, zamonsiz ish harakatni oldimizga qo'ysak, dal biz bugun so'zlamoqchi bo'lgan mastar ko'z oldimizda paydo bo'ladi. Masalan, urdi o'tgan zaman, dini o'tib urush, urvatudu hozirgi zaman, vatuduni o'tib urush, ya'ni urmoq. Urudu kelgusi zaman o'tib, ya'ni urushni qo'yib qo'ysak, mastar degan nima bo'lsa, o'zi fe'l, lekin zaman xususiyati yo'q. Shu vajidan mastarni ism deb muomala qilamiz. Ammo ma'nisi pil bo'lgan vajidan, ma'nisi pilning ma'nisini ifodalagan bo'lg'achqa, pilga o'xshash ba'zida fa'il, ba'zi maf'ulni lozim bo'lib qolsa, fa'illarlar ko'p bo'ldi qiladi. Mutaaddi bo'lib qolsa, ba'zida maf'ulun bihni mutalaqqi qilgan ahvollar. Demak, mastar ishqilolohlikka grammatiklik nuqtadan bu ism deb muomala qilamiz. Buni chunki zamon hukmi yo'q, ammo ma'no nuqtadan pil deb muomala qilib, pilning o'rnida pilning rolini o'ynab qo'ygan ahvollar bor. Shuni bilib olsak, mastar bizga nisbatan qiyin narsa emas. Avtor deb tushuntiryapti hamda al-masdar ismun yadullu alal hadasi faqat. Qaranglar, pilning ishqilohlahligi bor. Birisi hadas, harakat, ya'ni birisi zaman. Ammo mastar chu desa, hadasni ifodalaydigan ism. O'zi ism, lekin hadasni ifodalaydi. Faqat degan gap zaman yo'q. Buningdan fe'illar turlanib chiqariladi. Yushtaqu minhul af'al. Masalan, ad-darb, an-nasr desa, odatda sarf deganlarning hammasi biladi. Daraba yadribu, daribun, madrubun, lam yadrib, la yadribu, idrib, la yadrib, la tadrib degan fe'illarning hammasi darbun degan mastardan chiqariladi. Hamda mastarlarningki umum ahvoliga kelsak, mastarlarning sulasi mujarratdan bo'lgan qurilmasi qoidalashmagan, g'ayri mazbut degani qoidalashmagan, faqat arablarning samai anglashdan tushunildi degani, uning muqim qoidasi yo'q. Ba'zida andaq, ba'zi mandaq kiradi. Kitoblarda qanday kelsa, arablar qanday so'zlasa, qanday qo'llansa shu petda deb har bir mastarning vaznini ayrim-ayrim o'rganish to'g'ri keladi. Ammo sulasi mujarratning g'ayridan şairlik bildiğin başka pillardan kıyasayamızdan ölçümü var. Mesela sarf qilganlar bilasizlar, af'ala yuf'iludan mastar if'alun mastar chiqadi. Mesela fa'ala yuf'iludan taf'ilan mastar chiqadi. Fa'ala yuf'iludan mufa'alatun mastar chiqadi. Infa'ala yanfa'ilun infa'alun mastar chiqadi. Ibta'ala yabta'ilun ibta'alun mastar chiqadi. Shunga o'xshagan mastarlarning hammasini to'liq nimasi bor. Ölçümü ba'zi mastarlarning ikki ölçümü uni sarf so'zlaymiz albatta. Har holda 3 harflik pilda sulasi mujarratda, ya'ni sarf atal usulan degan vaqtimizda mastari buning ma'lum bir o'lcham bilan qoidalashgan shaklda emas. Ammo 3 harfdan boshqa, sulasi mujarratdan boshqa, sulasi mazid, rubai mujarrat, rubai mazid deganlarning hammasi ma'lum bir qoidalashgan shakldagi mastarga ega. Ya'ni bir pilni bilib oldi, mastarini chiqara oladi har qanday bir bilgan o'quvchi. Xo'sh, endi bayatman mastarni tushundirish jarayonida, mastar ma'ni jihatdan pilga tava, lafz jihatdan ismga tava. Lafz jihatdan ismga tava o'g'ach, bu muomalada ismning muomalasi qilinadi. Ammo ma'ni jihatdan pilga tava o'g'ach, bu odatda ba'zida pilning rolini o'ynab qoladi deb bir g'izgatni qilgan. Mastarning xolis ismlashtiradigan bir holati va u o'z maf'ul mutlaq bo'lgan holati. Maf'ul mutlaq ham bilan bilamiz, mansubatga tabi bir ismning alohidligi. Mastar maf'ul mutlaq bo'lib keladi to'qma. Masalan, ash mansubatning bayonida maf'ul mutlaq bo'lib qolgan vaqtda mastar bir ismlashtiradi xolis. O vaqtda uning ma'nosi yo ta'kid, yoki adad, yoki marra bo'ladi. Shunga uning xolis ism deymiz, vaqti pilliq roli yo'q. Mastar bo'lib qolgan, mastar maf'ul mutlaq bo'lib qolgan vaqtida xolis ismlashib pilliq tarafi butunlay tugaydi, pilning rolini o'ynay olmaydi. Lekin mastar bo'lmasa, mastar bo'lmasa debman, mastar maf'ul mutlaq bo'lmasa, men bayatni deganda ikki xil alohidlik bor. Bir tarafi ism, bir tarafi nima? Pil. İsimlik nuqtasidan ismdek muomala qilinsa, fe'llik nuqtasidan xuddi fe'lga o'xshash, ba'zi buni fa'il ketadi, mutaaddi bo'lib qolsa, maf'ul bih ketadi ahvollar bor. Masalan, turmida o'tadi. Mastar maf'ul mutlaq bo'lmasa, maf'ul mutlaq bo'lib qolsa unda olmaydi. O'zining fe'lning amalini qiladigan fe'lning rolini o'ynaydi. Xuddi fe'lga fa'il ketganidek, fe'lga maf'ul bih ketganidek, mastarmo lozim fe'l bo'lib qolsa, fa'il taqozo qiladi, mutaaddi fe'l bo'lib qolsa, maf'ul bih taqozo qilgan ahvollar bor. Ya'ni fa'ilni fashuqtudu, rafi' qiladi lozim bo'lib qolsa, misolni keyin qaranglar. Maf'ulun bihni nasb qiladi agar mutaaddi bo'lib qolsa. Xuddi fe'lga o'xshash. Masalan, a'jabani qiyomu zaydun.
A'jabani qiyamun zaydun. Mayli qiyamu zaydin bunda qurilma to'xtat emas, qiyamu zaydun esa muzaf bilan shakldagi qurilma. Lekin qiyamun zaydun deb bunda zaydni qiyamunni nimasi qilib fa'il qilib o'qisa, qiyamun masdar, zaydun nimasi fa'ili bo'ladi. Ammo jumlaning eng go'zal shakli shunday qiliq masdar va fa'illarda infisolni taqdir qilib, xuddi biz muzaf degandek yengillatish uchun muzaf shaklda agiladigan gap. Shunda kapdi. Maf'ulun bihi zo'r qutqanning misoli nasru sa'idin aliyan fadilatun. Saidning aliga yordam berishi fazilatdir. Diqqat qilsanglar, nasru atamani sa'idin debdi, sa'idun. Masalan, Saidning yordam berishi, Said fa'ilisi, aliyan aliga masalan. Mana shaklda kasm bo'laverdi. Fa'il maf'ulun bihi shaklda. Endi maf'ulun mutlaq bo'lib qolsa, maf'ulun mutlaq bo'lib qolsa deganimiz uning fe'llik tarafi asosan yo'qib, chunki maf'ul mutlaqning hammasi oldida birdan fe'l keladi. Biz maf'ul mutlaqning bayonini o'qidik. Maf'ul mutlaq degan bir masdar bo'lib, o'zidan ilgari kelgan fe'lning ma'nosidan kelgan masdar o'qidik. Chunki maf'ul mutlaqning oldida bir fe'l bor. Maf'ul mutlaqning fe'llikning rolini o'ynaydigan o'rin yo'q yerda. Maf'ul mutlaqning. Maf'ul mutlaq faqat oldida kelgan fe'lni ta'kidlasa yoki sanani bayon qilsa yoki turini bayon qilsa bo'ladi bas. Fe'llik xususiyatini oldidagi fe'lga o'tkazib bergan. Ya'ni mana shunday vaqtda fe'llik xususiyatiga ehtiyojimiz yo'q maf'ul mutlaqning. Shu maf'ul mutlaqni xolis ism deb atsak bo'ladi. Shu turda o'tida agar maf'ul mutlaq bo'lib qolsa, u vaqtda amal oldidagi fe'lga. Har qanday bir jumladagi omillik rolini fe'l o'ynaydi, maf'ul mutlaq u vaqtda o'rin yo'q. Masalan, darabtu darban amran desa, darabtu darban amranda amranni zo'r qilg'ini darban emas, darabtu. Ya'ni amran darabtu bilan nasb qiladi. Darban bilan cho emas. Oldida filga emas, chunki darban filga agish to'ldiruvchi shaklda keldi. Maf'ul mutlaq shaklda. Shuning bilan bizning 6-fasldagi so'zlamoqchi bo'lgan masdar haqida gapimiz tugadi. Undan keyin ism fa'il ism maf'ullar keldik. Ya'ni bu haqda ham masdar degan gapimizni deymiz. Ism fa'il ism maf'ullar shakli jihatda ism. Chunki u shirkat qilgan odamning sifatini ifodalaydigan bir ism shaklida keladi. Masalan, daribun esa urg'an, uradigan, urayotgan, urg'uvchi degandek ma'nolarning qaysi birisi aytilsa bo'ladi. Madrubun esa fe'lning majhul shakliningki ism shakli, urilgan, uriladigan, urilayotgan, urilg'uvchi degandek shaklda qaysi ma'no aytilsa bo'ladi, maqomga munosib shaklda. Ammo shuni unutib qolmaslik kerakki, mushuninki ismlashgan holatdan boshqa butun hukmlarning hammasi fe'l ma'nosi bor. Ya'ni ism fa'il ism maf'ullarda, butun mushabbahlar ism tadbirlarda garchi ism bo'lsa-mu fe'llik ma'nosi bor. Ya'ni shunga o'xshagan, bayat masdar degan gapimizga o'xshashlar, buning ism bo'lgan nuqtadan ismdagi butun alohidliklar tepiladi buningda. Masalan, jumlada ega bo'la oladi, xabar bo'la oladi, ism bo'lganligi har qanday alohidlik bularni tepila oladi. Ve bularning fe'lning ma'nosini o'z ichiga olgan nuqtadan xuddi fe'l agar lozim bo'lib qolsa unga fa'il kerak bo'lgandek, mutaaddi bo'lib qolsa maf'ulun bihi kerak bo'lgandek, shu xil alohidliklar yana buningda ham tepila oladi. Ism fa'il ism maf'ulda. Ism fa'il bilan ism maf'ulning favqulodda farqi birisi ma'lum, birisi majhul. Ikkisi ana ikki zo'r narsa emas. Daraba bilan duribaga o'xshaydi. Yadribu bilan yudrabuga o'xshaydi. Faqat yadribuning ismlashgan shakli daribun, madrubunning ismlashgan shakli madrubun. Shunalarni tushunsak bo'ladi. Şuna ad-darib deb kelgan qurul birikmini alif lam bilan kelgan holatini allazi yadrib deb tarjima qilamiz. Chunki ism fa'ilning oldidagi alif lam allazi ma'nosida alif lam. Allazi dinkin jumla fi'liya kelishi masalan amalanga ma'lumlik ish. Ad-darib degani allazi yadrib degan. Al-madrub degani allazi yudrab degan. Mana shu vaqtda ism fa'il ism maf'ullar ismning chapinining kiyib fe'llar. Ismning chapinining kiyib olgan buni ismdek muomala qilamiz, ammo ma'no jihatda jumlada rol o'ynash jihatda fe'lning rolini o'ynaydi. Abdur Chandruvat'da hamda men bir qilgan dedim-ku, ism fa'il, ma'lum shakl, ism maf'ul, majhul shaklda. Tabiiyki, ma'lum shakl bo'lgandan ism fa'il ma'lum fe'lni qilgan odamning ismi. Ism maf'ul ma'lum fe'l uning ustiga tushgan, ya'ni maf'ulun bih bo'lgan odamning ismi. Ammo odamning ismi bo'lgan bilan fe'llikni ifodalab turgan ism. Demak, fe'llikning ma'nosidagi ism, ya'ni fe'l ma'nosidagi ism deb tushunsanlar bo'ladi. Abdur tushuntirib, ismun yushtaqu min yaf'al. Ya'ni yaf'aludan chiqarilganligini fe'l asosan ma'no jihatda. Nima uchun desa, fe'l shuning bilan vujudga chiqqan kishini ifodalasin. Uchun hudus ma'nosida. Hudus ma'nosida degani ism fa'ildan chiqadigan ma'no subut ma'nosi emas. Ya'ni turaqliq ma'no bunda yuz bergan, yuz berayotgan, qilayotgan, etayotgan, aytgan, qilgan degandek ma'noda. Odatda biz darsning boshida mancha buni dedik, qolgani balog'at kitoblarimizda tafsili so'zlandi. Subut degan gap turaqli bir hukm.
Mesela Muhammed kelişken bala. Kelişken diye okum subutunu ifade. Çünkü kelişkenlik onun ezelden baba bundan kimi buludu inşallah. Muhammed orundan turdu. O muşu iş hareket 105'indeki orundan tumaqlaq. Hem de turdu da yüzbəyde. Hudus gene yüzbəygen. Muqum tuğan emas, yüzbəygen mesela. Bunda ahval ne? Hudus deyimiz. Yani iş hareket yüzbəyde degen gapti. İsim fail dal şu xil hudus men. Hudus degenden keyin pil ma'na degen gap bu. İsim bolsa-mu hudus degenden keyin pil ma'na degen gap. Agar mushu xil ma'noni subut ifodalamoqchi bo'lsak, subut mushabbah ifodalaymiz. Subut mushabbah. Yani şirket onundan yüzbəygen şekildeki bir adamdır. Yani hudus şirket yüzbəydi degan uqum bilan fe'l shuni bilan mavjud bo'lgan odamni ifodalaydigan ism. Bunda şirket shuni bilan yüzbəygen odamni ifodalaydigan ism bo'lgandan bu ism, lekin buni ifodalaydigan ma'nosi shu bir odamning ma'lum bir ishni qilganligini ifodalaydi. Demak, fe'l ma'nosini o'ziga oladi. Buning sulasi mujarrad fe'llardan chiqadigan siyg'asi al-fa'il o'lchamidan keladi. Hammanglar buni sarfda o'rgangan. Qamadun qayimun, nasqaradun nasirun, darabadun daribun degandek. Ham sulasi mujarradning g'ayridan bunun vezni bayatındaki fa'iliniga muqim emas, balki fe'l mudari'ga qarab bo'ladi. Ya'ni fe'l mudari vezni so'radigani, ko'z oldingizga fe'l mudari akramlar. Masalan, akramadan ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, yukrimun akramlar. Ashu fe'ldan akrama degan fe'ldan yukrimun akilsa, bi mimin madmuma, pashu qilgan mim bilan harf mudari'ning oldidagi yukrimudagi ya'ning o'rniga mu pashu qilgan mimni qo'yib, unda yukrimuni mukrimu. Shunami? Ahirni oldimizga qo'ymizki mukrimun. Çünkü mun deb tanini o'qitishimiz, chunki ism. Nayt addi. Sulasi mujarraddan boshqa har qanday fe'l ism fa'il chiqarmoqchi bo'lsak, fe'l mudari'ni akilimiz. Mudari'at harfini evitib pashu qilgan mimni akilimiz. Ahirni oldimizga qo'ymiz, ism fa'il chiqadi. Yufa'ilu, mufa'ilun, yusafiru, musafirun masalan. Buni o'xshallah. Yuallimu, muallimun, yata'allamu, muta'allimun. Müşte şekil çıkarsak buludu. Mesela mudkhilun mustahracun o'xshash mustahracun. Endi bayatingi gap shu, ism fa'il o'z ism bo'lgan bilan fe'lning rolini o'ynaydi deb qoldik emasmi? Abturmi deyotdi. Ism fa'il fe'lning rolini o'ynaydi. Ya'malu amal al-fi'l degan fe'lning rolini o'ynaydi. Agar shu ism fa'ilda halning istiqbolini ma'nosi. Hal istiqbol degan gap hozirgi zamon kelgusi zamon. Ma'nisi mishak yo'q o'quvchimiz diqqat qilmaydi. Ism fa'ilda hal istiqbol ma'nosi bor degan gap onun tercümesi hazır zamanda mı çıktı, kelgü zaman manası mı çıkıyor? Yani daribun dese uruvatudu hazır zaman, urudu kelgü zaman mı çıkıyor işkirekçi. Uruvatkan adam, urudgan adam mesela, uruvatkan mesela. Tabii pil manası insanların bula orada hatalaşması. Adet Araplarda sen ne kitvatsa diyen gap ne? Ne kitvatsa diyen gap ne? Ayne tezheb de ifadaleydi. Ayna zahibun deb ifodalaydi. Ism fa'illan. Tabiiyki ne ketuvotsa degan ifodalaydi shuning uchun. Ana zahibun ila al-ma'had desa, men ma'hadga ketuvotiman hozir zaman. Ana zahibun ila al-ma'had gadan, men ata ma'hadga borman. Ana zahibun. O'tgan zamonda nima keladi bu? Odat hadislarda qo'shilishda ba'zi sahobalar savol so'rasa Rasululloh javob bermay, gapini tugitib qo'ygandan keyin deb qo'ydi emasmi? Men is-sa'il. Nima deymiz shuni? Bayatın soğugan kişi kim? Ötken zaman. Demek isim failinin ötken zaman ma'nosi mi bor? Soğuqchi, soğugan, etken, qilgan, etken, uğan degandek. Hozir zaman ma'nosi mi bor? Qilayotgan, aytayotgan degandek. Chunki inson odamning ismi bo'lgandan keyin qilayotgan kishi, aytayotgan kishi deymiz-a. Kelgusi zaman ma'nosi mi borki, qiladigan, aytadigan, uradigan, boradigan odamlar buni tarjima qilamiz. Andan keyin ba'zi vaqtda favqulodda nuqul pil tarafi kuchliroq bo'lib qolsa, qilg'uchi, aytguchi deb mana ma'nosini olsak bo'ladi. Muhaddadu agar hal istiqbal ma'nosi bo'lib qolsa, fe'l amalni qiladi va mubzog' tayinib kelgan bo'lsa, mubzog'dan keyin kelib xabar kelgan. Sa'idun qaymun abuhu desa, Sa'id mubzog' qaymun xabar. Qaymunning mubzog'dan keyin keldi. Mushta vaqtda qaimunning fa'ilisi abuhu urudi. Yoki Zulhal ibn Kasim urudiki ja'ani Sa'idun Nasiran abuhu aliyan. Sa'id keldi, dadasi Aliga yordamagan holda. Nasir ism fa'il, Sa'idun Zulhalga yo'linib keldi. Zulhalga. Yakam istifham. Yakar harfini bitigandeklar yo'linib kelsin bo'ladi. Aqaimun Sa'idun, maqaimun Sa'idun, al-an aw gadan qo'shib qo'shun sababi asliyat lozim emas, lekin o'sha yuqorida biz keltirgan misolning hammasiga ism fa'il ma'nosi hozirgi zamon va kelgusi zamon. Ammo nima o'sib qo'yilsa bo'ladi masalan, indi rajulun nasir abu aliyanda. Ammo ma'noda mazi ma'nosi bo'lib qolsa, endi bayatman degandek qilgan, aytgan, o'tgan, mana sa'ilda falaqa so'g'ich bayatın so'g'adam kim u degandek o'tgan zamon ma'nosi bo'lib qolsa, u vaqtida muzof shaklda akilamiz.
Ana pilning amalini qildi, pilning amalini qildi deb bunda shaklda demasak bo'ladi. Masalan, Zaydun nasiru Sa'idun. Zayd Saidqa yordam bergan. Ana mishyadan o'quvchimiz bir narsa farq qilsa bo'ladi. Ism fa'illar kelar. Ism fa'illar kelar. O'zining ma'mulini izof qilib qolsa, aksar ahvol bu o'tgan zamonni ifodalasa, izofat qilinmay fa'il maf'ulun bihisi oshkor kelib qolsa, aksar ahvol hozirgi va kelgusi zamon ma'nosida tushunsa bo'ladi. Ana ma'u ism fa'il nakira bo'lgandagi ahvol. Yuqorida misollar hammasi nakira, ammo ism fa'il ma'ruf bo'lib qolsa, ma'ruf bo'lgan vaqtida zamonlarning hammasi barobar degani, ya'ni o'tgan zamon tarjima, hozirgi zamon tarjima, kelgusi zamon tarjima qilsak bo'laveradi. Maqomga qarab turib, maqomning ahvoli qanday bo'lsa va bu holatlarda o'zining pilning amalini qilishi normal holat unda. Zaman ayırmaydı. Ma'rifalar nakirning holati shu. Masalan, Saidun an-Nasru Abu Aliyan degan jumlani agar maqom shuni o'tgan zaman bo'lishini taqozo qilsa, Said uning dadasi Aliga yordam bergan kishi o'tgan zamonda. Said dadasi Aliga yordam berayotgan kishi. Said Ali uning dadasi Aliga yordam beradigan kishi. Mehrdeki Nasrunni bergan, berayotgan, beradigan ushbu zaman tarjima qilsak bo'lar. Maqomni taqozosi qarab turib, grammatik jihatda xato emas demak. Chunki hammasida o'zining pilning amalini qilsa bo'laveradi. İsim fa'ilning ahvoli shuni bilan oxirlash. Endi ism maf'ulga kelsak, amaliyat ism maf'ulni so'zlamasak bo'ladi sağ. Chunki ism fa'il ma'lum, ism maf'ul majhul deb emasmi? Bütün ahvol Allohning hammasi o'xshash. Xuddi darabani tushunib olsak, duriba bizga nisbatan oson bo'lgandek. Faqatlam dalolat qiladigan nuqtasi ism fa'il shirkatning sahibini ifodalasa, qilg'uvchisini ifodalasa, ism maf'ul shirkat tushgani, noib fa'ilni. Maf'ulun alam musamman ifodalash. Shu farqi. Qolgan jihatda bayatdagidek uzun pilni amal qilish, nakir bo'lib qolsa, hol istiqbol ma'nosida bo'lib qolsa amal qilish, mozi ma'noda bo'lib qolsa, qanday qilmaslik, izofatning vojib bo'lishi, ma'ruf bo'lib qolsa, hamma zamonning barobar bo'lishi degan ma'no nuqtalarda asosan hammasi o'xshash. Andan siyg'a jihatda ism fa'ilni sulasi mujarradning fa'ilini o'lchimi bilan, sulasi mujarradning g'ayridan fil mudoridagi mudorat harfining o'rniga fasha qilgan mimni qo'yib, oxirining oldini zira qo'yib chiqamasmi? Oxirning oldini zira alam qilib etsak, hammasi ism maf'ul bo'laveradi. Sulasi mujarradlardan maf'ulun o'lchimi bilan kasb bo'ladi. Qolgan jihatda o'xshamaydi g'ayriga. Shuni olib turib deyotdi. Ism maf'ul degan nima desa, majhul, mutaaddi fe'l mudori'dan chiqariladigan, ya'ni ish harakat shuni ustiga tushgan kishini ifodalash uchun asli maf'ulun bihni ifodalash, hozir noib fa'ilni ifodalash uchun chiqarilgan ism. Mana shu vaqtda bu o'xshashlar fe'l. Ammo ismlashgan fe'l, ya'ni ism o'zi ish harakat tushgan odamni ifodalaydigan fe'l ma'nosi o'z ichiga olgan ism ya'ni. Bundan siyg'a sulasi mujarrad maf'ulun o'lchimidan labzan, madrubun o'xshash, taqdiran degani ma'lum bir sarfiy qonuniyat kelimasi e'longa ahvollar va maqulun marmiyun esa hozir holati maf'ulun uchmagan bilan, lekin e'lonlansa, masalan maqulunning aslisi maqulunta o'g'arkat egal Alloh yo'qdir, ishga o'jog'lash bir narsa shotdoq maqulun ol degandek e'lonlash orqali chiqarg'ili bo'ladi. Taqdiranligini shu. Bu qolgan bunun e'lonlash tafsiriy ahvolini biz sarfda o'qiymiz. Endi sulasi mujarradning g'ayridan ism fa'ilga o'xshash, ya'ni fil mudori'dan ism fa'ilga o'xshash chiqariladi, ya'ni fil mudori harfining o'rniga fasha qilgan mim qo'yiladi. Oxiridan oldini zero qo'ydik, ism fa'ilda ma'noda zero qo'yamiz, shu boshqa farqi yo'q. Mudkhalun bayat mudkhilun chiqqan, mustakhrajun bayat mustakhrijun chiqqan. Andiki buni amal qilish masalasida, ya'ni majhul filning amalini ism fa'il so'zlangan yuqori shakl bilan amal qiladi. Sa'idun mansurun abuhul an aw gadan degandek bayatning shaklida tushunsak bo'ladi. Qolgan cho'ng alohida farq chiqmaydi buningdan. Endi undan keyingi bizning bugungi 34-darsimiz sifat mushabbah va ismut tafdil. Ya'ni darsning oldida biz qisqacha darsimizni bir tushundirish to'g'ri qildik. Bu yerdagi sifat mushabbah biz bayatdan oldingi darsda so'zlagan ism fa'ilning turaqliq shakli. Ism fa'il turaqsiz yuz bergan hudus ma'nosidan shakli bo'lsa, sifat mushabbah shuning turaqliq muqim shakli. Masalan, odatda dahikadan ism fa'il chiqdi, sifat mushabbah chiqmaydi. Chunki kulish degan bir odamda 101 bilan to'xtaydigan ish. Men kulma, sabab to'xtagan to'xtayman. Demak, bu aloqa muqim ish emas. 101 degan to'xtaydigan ish. Shu ma'noda ism fa'il ishlatamiz. Chunki kulish degan fe'lning xarakteri, ashta xarakteri, hudus xarakteri. Endi ba'zi bir fe'llar bor, masalan, xarakteri qanday xarakteri desa, turaqli xarakterini
bu plan yo'qotgan xarakter emas. Masalan, hasuna güzelleşti desa, güzelleşish degan gap, güzelleş plan satlashib qoladigan, ko'rimsizlashib qoladigan ish yo'q. Masalan, birisi chiroyli odam bo'lsa, u bugun chiroyli, ertasi bo'lib qoladigan ish yo'q. Chiroyli qo'g'adan chiroyli qiladi bu mezgil. Uningdagi chiroylilik degan sifat turaqliq. Mandag'iyaga hasunadan hasinun chiqiribdi deb ism fa'il chiqa qilmaydi. Balki buni o'sib mushabbah shaklda hasanun chiqiramiz. Hasanun chiqiramiz. Demak, ishning fe'lning xarakteriga qaraymiz. Fe'lning xarakteri yuz berib to'xtaydigan. Yuz beradigan to'xtaydigan bo'lib qolsa, buning xarakteri hudus xarakteri bo'lib, bunda fe'llarda sifatlashtirmoqchi bo'lsak, ism fa'il qo'llanamiz. Bayon degandek, kataba katibun. Yazgan adam shu to'xtamay yozmaydi, balki to'xtaydi u yozib. Shun katibun. Qara'a qari'un. O'qigan adam to'xtaydi. Daraba daribun. O'qigan adam to'xtaydi. Qatala qatilun. O'ltirgan adam to'xtaydi. Saraqa sariq. Hamda sa'uba bir ish qiyin bo'ldi. Qiyin ish degan qiyinlik paydo bo'lib yo'qolib ketadigan emas. Qiyin o'qigan qiyin u. Shuni deymiz sa'bun. Uning sifati mushabbahligimiz saibun demaymiz uni. Sahula desa yengil oldu desa bunun ism fail şekli sahilun çıkmaydı. Sahlun sifati mushabbah çıktı. Çünkü o anda yengil oluplam qiyinishib qoldigan ish emas. Qabuha bir adam ko'rimsiz bo'lib ketdi desa, ko'rimsizlik degan bu paydo bo'liblam yo'qoldigan narsa emas. Shuning bilan nima deymiz endi buni? Turaqliq sho'g'ri bunun sifati mushabbah ishlatamiz. Demak, o'quvchimiz shuni o'qitgan arvasi bo'ladi. Fe'llarning xarakteri tajaddud xarakteridagi fe'l bo'lib qolsa, bundan sifat chiqqan vaqtida ism fa'il chiqaramiz. Fe'llarning xarakteri o'zgarib turadigan, yuz berib to'xtaydigan bo'lib qolsa, buning xarakterini sifatlashtirmoqchi bo'lsak, sifati mushabbah shaklda qana qilamiz chiqarsak bo'ladi. Demak, fe'lningki sifatdashini ifodalamoqchi bo'lsak, shu xarakterga qarab turib, hudus tajaddud xarakteridagi fe'llarga ism fa'il qo'llanib, subutunda muqim turaqliqlikni ifodalaydigan fe'llardan sifat chiqarmoqchi bo'lsak, sifati mushabbah chiqaramiz. Shunga chiqa Allohning sifatlari, masalan, Rahim, Hakim, Alim hammasi turaqliq. Turaqliq o'g'achqa hammasidan sifati mushabbah shaklda qo'llanildi. Endi mishada o'quvchimiz bir nuqtaga diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Men bayatdan akagan misollarimning hammasida tilg'agan sifati mushabbahlarni angladingmi? Bir xil emas. Sa'bun, sahlun, hasanun, qabihun, rahimun, hakimun masalan. Bu nima desa, mishan shuni sanab bo'ladi, sifat mushabbahninki muayyan siyg'isi, muayyan o'lchimi yo'q. Ya'ni mandaq aytgan vaqtda bu qiyosiy emas, qoidalashmagan. Balki arablar qanday qo'llanib kelgan bo'lsa, biz shuning bo'yicha ergishib mangishga muhtoj, o'zimiz qiyosan shaklda sifat mushabbah chiqarib bo'lmaydi. Demak, uning sifat mushabbahninki siyg'isi samai. Mushnoqni bilib olsak, sifat mushabbahdan boshqa cho'miga yaqinmaydi. Ism fa'illar o'xshash degandan keyin qolgan taraflarining hammasi o'xshash. Ya'ni xuddi ism fa'il o'zi ism, fe'l xarakteri bor. Sifat mushabbah ism, fe'l xarakteri bor. Ism fa'il ism, fe'lning amalini qiladi. Sifat mushabbah ism, fe'lning amalini qiladi. Bu qolgan joyda o'xshash. Abturda aytadi. Sifat mushabbah deganimiz lazım fe'ldan chiqariladigan, ya'ni harakat unvondan vujudga chiqqan kishini ifodalash uchun subut ma'nosini qaranglar. Ism fa'ilning ta'rifoti bilan sifat mushabbahning ta'rifoti bir nuqta bilan farqlanadi. Avu hudus ma'nosi bilan ma'u subut ma'nosini, ya'ni harakatni qilgan odamning ifodalash harakati bor. Lekin ism fa'ildagi harakat tajaddud, hudus yuz bergan ma'u turaqliq muqim bo'ladigan. Mush ishni qilgan odam, masalan, mata o'ldi desa, odamga o'liblam ya'ni vaqlolmaydi. Shunga matadan maitun deb ism fa'il chiqarolmaydi. Balki mayitun deb nima chiqaramiz? Sifat mushabbah chiqaramiz masalan. Demak, sifat mushabbah bilan ism fa'ilning farqi shunchalik. Hudus, subut. Yana bir farqi ism fa'il bilan ism fa'ilning siyg'asi qiyosiy. Qoidasini o'rganib oldik, o'zimiz chiqara olamiz. Ammo sifat mushabbahning siyg'asi qiyosiy emas. Shunga turda aytadi, buning siyg'asi ism fa'il, ism maf'ulning siyg'asining aksicha, ala xilaf degani aksicha bo'ladi. Ya'ni tu'rafu bis-sama. Arablarning anglashdan tunliq qoidasi yo'q. Hasanun, sa'bun, shuja'un, sharifun, zalulun. Hammasi sifat mushabbah. Bular ham o'zining fe'lining rolini o'ynaydi, mutlaq ism fa'ildagi e'timod sharti bilan.
İsim failde mubtada uylansa, zulhal uylansa, mevsuf uylansa, nefi uylansa, istifham uylansa gelmezmi? Şuna söylense bu muhtar isim failga o'xshash lozim tildan chiqarilgan bo'lgancha o'zininkin kelgan failisini peş o'qisi bo'lib, rafi o'qisi bo'lib yurdi. Tamam, şunu bilan sifat mushabbahdan gap o'tib. Endi sifat mushabbah odatda jumlalarda gap qolgan vaqtida o'zining fe'lining amalini qiladi. Amalni qilmasin bo'ldigan yerlari va muzab olsin bo'ldigan yerlari va biz shuning asosan adat sifat mushabbahlar bilan jumla qurishga vaqtimizda bunda bir ahvollarga uchraymiz. Ya'ni abturda aytadi: "Va mata rafa'ta biha ma'mulaha." Sifat mushabbah bilan sifat mushabbahning ma'mulini rafi o'qisang, sifatda damir yo'q degan gap. Çünkü keyin rafi o'qig'ini sifat mushabbahning fa'ilisi. Sifat mushabbahning fa'ilisi bo'lgandan tabiiy fa'il oshkor kelgandan keyin sifatning tugida sifatning fa'il bo'lgandan damir olmaydi. Xuddi fe'lning fa'ili oshkor kelib qolsa damir olmagandek. Daraba Muhammadun desa, darabaning tugida damir yo'q. Chunki Muhammad darabaning nimasi fa'ili. Sifat mushabbahga o'xshash. Zivarak zir o'qisang sifat mushabbahda mavsufning damir bor degan u vaqtda i'robni boshqacha tahlil qilamiz. Şu vaqtida sifatning tagida, sifat mushabbahning tagida sifat mushabbahning fa'il bo'lgan bir damir ketadi. Masalan, Aliyun Hasanun xulquhu desa, tabiiyki xulqu fa'il bo'lg'achqa Hasanning tagida zamir yo'q. Xulquhu fa'ilisi. Aliyun Hasanun xulqan desa, u vaqtda Hasandan Aliga qaytgan bir damir bo'ladi. Chunki xulqan ma'runda tamiz bo'ldi masalan. Aliyun Hasanul xulq desa, xulq Hasan mudaf, al-xulq nima mudaf illay, Hasanning tagida Aliga qaytgan bir damir bo'ladi. Mushu buni tushunib olsak bo'ladi, qolgan baq qiyin emas. Amdiki darsimiz ism tafdilga keldik. Ism tafdil yana ism fa'ildan o'xshash ma'noda. Hamda Uyg'urcha desam, şu musbatlash deyiladi. Ism fa'il tajaddud sifatlash, ya'ni shaykat yuz bergan sifatlash. Sifat mushabbah turaqliq sifatlash. Ism fa'il turaqsiz sifatlash, sifat mushabbah turaqliq sifatlash. Endi ism tafdilgan nima desa, şu musbatlash. Hamma ko'rdinglar, ism fa'il odatda qilgan, atgan, qilayotgan, etayotgan, qilg'uchi, atkichi deb ma'no chiqadi. Sifat mushabbahdan turaqliqini, uni bunda qilgan, atgan deb turaqliq huquqni ifodalaydi. Endi ism tafdil desa, eng bunda qilgan odam, eng bunda qilg'uchi, eng manda degandek sifatga eng, bek, roq degandek bunda qo'shimchalarni qo'shib ifodalaydigan şu sifatlash bo'ladi. Buning muallaqi ma'no jihatda, umumiy jihatda ism fa'ilni yaqinlaydi. Ya'ni shirkatning egisini asos qilib turib, shirkat yuz bergan, shu orqali shirkat vujudga chiqqan odam asos qilib turib, ashurudi. Abtur davotida ism tafdil degan nima desa, bir ism bo'lib fe'ldan chiqariladi. Diqqat qilinglar. O'zi ism, lekin fe'ldan chiqarilgach, buning ma'nosi fe'l bo'ldi. Yani bir mavsufni dalolat qilish uchun degani, ma'lum harakatlar sifatlangan bir kishini ifodalaydi. Harakatlar sifatlangan. Boshqalarga bo'lgan ortiqlik bilan degani, adam, mush harakatlar sifatlangan odam boshqalardan sallimroq, ziyodaroq. Masalan, boshqalar uribdi, men bekroq urdi. Boshqalar chiroyli, men bekroq chiroyli. Boshqalar o'g'irlabdi, men bekroq o'g'irladi. Boshqalar tilladi, men bekroq tilladi degandek oshirib ifodalaydi. Boshqa ism fa'ilga o'xshash. Buning siyg'asi g'oliban af'al keladi. Asosan af'al. Bu faqat sulasi mujarraddan rang va ayb bo'lmagan sulasi mujarrad. Rang ayb bo'lgan vaqtda af'al siyg'asi nima kelmaydi? Baliq oshirni ifodalamaydi. Rang va ayb bayadma af'al chiqadi, lekin vaqt ismi tafzil emas. Faqat sulasi mujarraddan ve aşı fe'lning ma'nosi rangni ifodalaydigan ma'no yoki aybni ifodalaydigan ma'no bo'lib qolsa, andagan ismi tafzil bo'ldi. Masalan, Ali afdalun nas, Ali kishilarning ichidagi eng yaxshisi tarjima qilinadi orada. Endi agar sizlar balkim so'rab qolishingiz mumkin. Bu eng yaxshi degan gap masalan ranglardami bo'ladi biz Uyg'ur tilida. Mao bekroq oqqan deymiz mako'ynakni masalan. Machapani bekroq qora ekan deymiz. Bu altımızda qo'ygan gilamni masalan bekroq qizilkan deb qo'yamiz masalan. Ma bekroq dumchakmi ma deb qo'yamiz, ma bekroq to'kurmi deb qo'yamiz masalan. Rang ayboga yaldim, ashus patash qilishimiz kerak. Bütün sulasi mujarraddan boshqa qilamiz. Masalan, akram desa, hurmatli desa, ma bek hurmatlab ketdi deb qo'yamiz. Buni chiqarish kerak. Buni qanaqa qilamiz? Bularning bor.
Lekin biz hozir deyotgan sulasi mujarratdan rang olmagan, ayb bo'lmagan degan yerdan chiqadigan siga af'alning gapi. Ammo as rang bo'lib qolgan yerda, ayb bo'lib qolgan yerda sulasi mujarratning g'ayridan af'aldan boshqa siga ishlatib ismi tafsil chiqaramiz. Avtor deyotdi, agar 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa, masalan, akramadan chiqarmoqchi bo'lsak ismi tafsilni. yoki rang bo'lib qolsa, masalan, ahmar biz bayatni rang bo'lib qolsa af'al o'lchami ismi tafsil emas degan emasmi? Ahmar ismi tafsil emas, qizil degan gap. Abiyat ismi tafsil emas, oq degan gap. Ana mushundan ekroq qizil, bakrak oq demoqchi bo'lsak, qana chiqaramiz. Yoki ayib bo'lib qolsa, masalan, a'ma desa ayib, af'al o'lchami ismi tafsil emas, yani a'ma deganda qarg'ulam deymiz. Ahdab, duk deymiz endi, u duklam. Bu ismi tafsil emas. Ana mushulardan ismi tafsil chiqarmoqchi bo'lsak, وجب أن يبنى من الثلاثي المجرد ما يدل على المبالغة والشدة أو الكثرة أولا. أول ثلاثي مجرد لك بلدن بردن مبالغة نحبات ليدغان qattiqlikni ifodalaydigan yoki ko'plikni ifodalaydigan boshqa bunda tabzillikni ismi tabzillikni tabzil oshumini ifodalaydigan af'al o'lchimidagi narsani birinchi chiqarib olamiz. Masalan, arab tilida qattiqlikni ifodalaydigan so'zlardan ashaddu ma'no chiqarib olamiz. Ko'plikni ifodalaydigandan aktharu masalan, aktharu aghlab masalan yoki bo'lmasa aqbah masalan ma'lum avval chiqarib olib turib, summa ondan keyin shu biz ismi tafsil chiqarmoqchi bo'lgan hiliqa sulasi mujarratdan boshqa yoki rang ayb bo'lgan fildan mastrini tilga ilinadi, temizlik asosan so'rab qilib. Bak oddiy. Masalan, biz akramadan ismi tafsil chiqarmoqchi. Avval bilib olishimiz kerakki, ismi tafsil akramadan af'al o'lchimida chiqmaydi. Chunki u to'rt harf, lekin sulasi mujarrat. Anoganda af'al o'lchimini tashlab o'tdik. Avval biz tabzilni ifodalaydigan bir af'al o'lchimini birini ekvivalent boshqa, masalan ashad yoki akthar. Ashaddu deb bo'lib, akramaning mastrini mansub holat eklamizki ikroman. Ashaddu ikroman. Bitti. Mana shaklda. Masalan, huwa ashaddu istikhrajan. Istafa'la babidan mana shaklda chiqardik. Bakroq qizilgan demoqchi bo'lsak, ahmar chiqmaydi, chunki ahmar ismi tafsil emas. Chunki u rang. Avval deymiz aqwa. Aniq ahmarning masri qaysi? Humrat. Biradamni bakroq tukukan madam demoqchi bo'lsak, aqbahu harajan. Zaytun bak siqirib tutmoq demoqchi bo'lsak, aktharu itraban. Mana shaklda. Demek mushkil shakl chiqarsa bo'ladi. Ammo ismi tafsilning af'al o'lchami bayatni degandek sulasi mujarratga xos rang ayb bo'lmagan ahvol ostida. Sulasi mujarratdan boshqa bo'lib qolsa, rang ayb qolsa bayatnidek chiqarsa bo'ladi. Undan keyin men darsning boshida deb o'tdim, ismi tafsil asosan sifat ma'nosini ifodalaydi. Sifat ma'nosi mutlaq asosliq ism fa'il hukumidagi sifatni ifodalaydi. Ma'lum shakldagini qildigan, etadigan, bakrak bunda qildigan deb. Ba'zida maf'ul uchun kelib qoldigan ahvol. Masalan, Abdurrahmonda qiyosuhu deganga buning asli qoidasi ma'no jihatda fa'il uchun bo'ladigan ism tafsilning ma'nosi fa'il ma'nosi keladi, ism fa'il ma'nosida. Ba'zi maf'ul uchun keladigan ism tafsil maf'ullarni ifodalab, ism maf'ul ma'nosida kelib qoladi. Masalan, anzar desa bakroq ogohlantiruvchi, ashghal desa bakroq mashg'ul, ashhar desa bakroq mashhur deb manda ma'no kelib qoldi. Lekin intayin az. Asosan ism tafsillar ism fa'il ma'noda keladi. Xo'sh. Endi bir nuqtaga diqqat qilsanglar, men bayatning ism tafsilini tushuntirish jarayonida ism tafsil kelgan misollarni tushuntirgan vaqtimda 3 xil tarjima qildim. Ning ichidagi ang deb tarjima qildim. Bakroq deb tarjima qildim. Dinroq deb tarjima qildim. Amaliyotda ism tafsilning ma'nosi 3 xil keladi. Birisi ning ichidagi ang. Yana birisi bakroq yoki ang. Yana birisi dinroq deb 3 xil shaklda. Bu 3 xil shakl nereden chiqadi desang, ism tafsilning qo'llanishidan kelib chiqadi. Ism tafsil odatda jumlada kelgan vaqtda 3 xil qo'llaniladi. Abturda aytadi, buning iste'molati, qo'llanilishi 3 xil, 3 yo'ldan bo'ladi. Ala salasat awjuh. Birinchisi ism fa'il, ism tafsil mudof bo'lib keladi. Zaydun afdalul qavm. Bunda vaqtda ning ichidagi ang deb tarjima qilamiz. Zayd kishilar ichidagi eng yaxshisi. Fatima afdalu imratin. Fatima ayollar ichidagi eng yaxshisi. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Hozirgi misolda Zayd, Fatima ayolga keltirilgan ism tafsil o'xshash aylik shaklda keltirildi. Buning qoidasi sal turib so'zlanadi, ammo bu nuqtalarga diqqat qilinglar. Ikkinchi yo'l lam bilan muarraf bo'ladi. Zaydunul afdal desa, Zayd eng yaxshi. Bu yerda ning ichida gap yo'q, din yo'q, eng yaxshi.
Ma bir xil şekli. Üçüncüsü ondan kin en kilodu. Ta'ti ba'dahu en degine ondan kin nima? Min kilodu. Zeydun afdalu min amrin deb qo'yamiz. Zeyd amridan yaxshiroq. Mada? Din yaxshiroq. Demak, 3 xil qo'llanildi. Muzab bo'lib, alif lamliq minlar. Muzab bo'lgan vaqtda ning ichidagi ang. Alif lam kelgan vaqtda ang. Minlar kelgan vaqtda dinroq. Bu shaklda tarjima qilinsa, xato chiqmaydi. Endi bu 3 xil qo'llanish ichida ba'zi bir jumla qurilmalariga ta'sir ko'rsatadigan bir taraflar bor. Grammatik nuqtadan. Abturdodida birinchisida, ya'ni muzab bo'lgan vaqtida mudofillay lam bilan muarraf bo'lsa, masalan qarab baqsak afdalul qawmda al-qawm lam bilan muarraf keya. Manda yerda al-ifrad va at-tazkir yajuz. Zaydmu afzal Fatima'dımı afdal ikkilisinde birlik erlik şekilde keltirsak mı buludu? İsim mevsufqa ismi tafzilning mutobaqa qilishimi to'g'ri ki Zeydun da afdalu deb, Zeydan da afdala deb, Zeydun yoki afdala demek afdalu desem buludu. Zeydun ve Zeydun da afdalu da ko'p şekilde keltirsa buludu, birlik şekilde keltirsa buludu. Ayollikda Hindunda fudlal qavm deb ayollik şekilde keltirsa buludu ki afdalul qavm deb bunda şekilde keltirsa buluyordu. Birincisining intayin yo'li kengri. Muzab bo'lgan vaqtida muzabli alif lam bilan ma'ruf bo'lib qolsa qayta. Ismi tafzilni erlik, birlik shaklda keltirsa bo'ladi. Mavlak yaxshi chiqish olmadi. Maslashtirib birlik, ikkilik, ko'plik, ayollik, erlik keltirsa bo'ladi. Bo'ladi juma ma'noda yo'l kengri. Bu bir. Agar nakir bo'lib qolsa, muzabli nakir bo'lib qolsa, birlik, erlik shaklda keltirish vojib bo'ladi. Hazani afdalu rajulayn deb qo'yamiz. Yaqin rajulayn ikkilik bo'lib kelsa, afdal birlik shaklda keladi. Ma'vo birinchisining gapi. İkincisi alif lamli qalatda mutabaqat vojibki erlik, ayollik, birlik, ikkilik. Masalan, Zeydunul afdal va Zeydunul afdalani va Zeydunul afdaluna degandek shaklda. Üçüncüsü de minlan kelgan vaqtida mengu muzakkar mufrad bo'lishi vojib degan o'rnida mengu vaqt bor. Masalan, Zeyd kep qosimu afdalu va Zeydani kep qosimu afdalu va Zeyduna afdalu, Hindi kep qosimu afdalu, Hindan kep qosimu afdalu va Hindat kep qosimu am afdalu min amrin. Bu shaklda keladi. Xo'sh. Endi o'sha kelgan vaqtda mayli ismi tafzil ya degandek mudaf bo'lsin, yoki alif lam bilan kelsin, yoki min bilan kelsin, hamma holatda ismi tafzilning fa'ilisi yushrun damir olib keladi. Qaytini qarab baqsaq bo'ladi misollarga. Zeydun afdalul qawm deganda afdalu deganning fa'ilisi qaysi? Zedga qaytadigan huwa tigidiki. Hindun afdalul qawm degan vaqtda afdalun tigidiki damir afdalun fa'il. Demak, ism tafzilda fa'il oshkor kelmaydi, yushrun damirli holatda keladi. Abturmush shunda o'tadi. Uchinchi yo'lda fa'il yushrun keltiriladi. Ism tafzil asl yushrun fa'ilda amal qiladi. Demak, fa'il oshkor emas. Ism tafzil oshkor ismda aslo amal qilmaydi. Misal qoida tugidi. Depilib, illaki ism tafzil ma'nosidagi fe'l ism tafzilning o'rnida tushish durus bo'lib qolgan degani ism tafzilni filga almoqchi bo'lsak degani ism tafzilning tafdillik roli haddan ziyoda ko'rinarlik bo'lmay filga almoqchi bo'lsakmi normal jumla bo'ladigan ma'no oladigan holat bo'lib qolsa ya'ni ism tafzilning unda oshirma shakli haddan ziyoda chiqmaydigan degandek yoki bo'lmasa ism tafzilning rolini fil o'ynaydigan degandek holatlar bo'lib qolsa o vaqtida ism tafzilni bir xil fillashgan holatdagidek qarab turib pilga o'xshash oshkor fa'il kasm bo'ldi, yushun fa'il kasmi cho'p bo'ldi. Masalan, buning misoli ma ra'aytu rajulan ahsana fi aynihi al-kahlu minhu fi ayni zayd desa, men bir odamni ko'rdimki, ahsana go'zaldir. Shu odamning ko'zidagi surma. Allohanda go'zaldir, surma dedik. Go'zal o'g'ini qaysi? Surma. Allohanda al-kahlu degani ahsanning nimasi fa'il oshkor kelibdi. Şu Zeydning ko'zidagi shu surmidigini, Zeydning ko'zidagi shu surmidan surmisi go'zalroq odamni ko'rib boqdim degan gap mamsalning tarjimasicha. Ya'ni Zeydning ko'zidagi shu surmidan minhudagi o'zini kahliga qaytadi. Zeydning ko'zidagi shu surmidan surmisi al-kahlu shayliqroq, ya'ni ahsan ko'zidagi surmisi odamni ko'rib boqmadim. Mushurunda kahli ahsanning fa'ili oshkor keldi. Nimishqa desa, majmulni mana shaklda ifodalasak bo'ladiki, ma ra'aytu rajulan yahsunu fi aynihi al-kahlu kama yahsunu fi ayni zayd deb haddan ziyoda tafzillik yo'q.
Demek ki oğana ismi tefzilinin bunda aşırılık rolü kürnelik bulmağa yerlerde. Yani pil koysak mı şu ifadeleyen mananı normal ifadeleyeyleydiğen bu kalsa yani ismi tefzilindeki gevdilik şekilde ifadelenmeyen kapağı avrulla kalsa o vaxtıda adattaki pil oxşaş muamele kılıp xuddi pilinin paylı şunu aşkar kelgende şunu aşkar keleleydi. Onda olmay ismi tefzillikini saklasa. İsmi tefzilinin ornunu yeni bir pil basanmasa ismi tefzilinin aşırımın mənisi kürnerlik bolsa bu yerda ismi tefzil özünün asli xarakterini saqlab qaladı. Yani ismi tefzilinin faili men güyüşürün keledi. Muşun üçün şu an saqladı. Amma ekegen misal xalqin misal onun üstüge şu qaida grammatik bir kitaplarda xalq külemni ifadələydiğən, külemni igələydiğən bir misal Qağın inşallah bundan keyin oxumaqçı olan Elfiyet ibn Malik'den kitaplarımızda düşünüsle tefsiri. Hazırca muşnoqni düşünüp tosanlar buludu. Şunu bilan bugungi dersimiz tugadi. Bugungi dersimizning tatbiqoti doskada birildi. Yani 3-cü dersimizin tatbiqoti 34-cü dersimizin tatbiqoti hammasi doskada birildi. Bu tatbiqotlarga nisbatan sal qaralmasa va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.